Assalomu alaykum, mani kuzatuvchilarim. Qalaysizlar? Hammaga salom. Men yaxshi ko'rgan. Fandidox keldi. Bilasizlarmi, buni nima uchun yaxshi ko'raman? Hozirgi kunda Hindistonda bir nechta ming insonlar jigarini almashtirish uchun navbatda turishibdi. Kelinglar, sizlar bilan biz shunaqa narsaga bormaylik, borgulik qilmasin Allohim. Fandidox mahsulotini ichib jigarimizni yaxshilaylik. Jigarimizni ehtiyot qilaylik. Bilasizlarmi, shunaqa zo'r mahsulot, tabiiy, ekologik joylarda tayyorlangan Fandidox kuni yarim stakan suvga, xuddi kofeni singari ochasiz, aralashtirasiz, bitta ichib olasiz bir kunda bir marta. Qarabsizki, bir oy ichida jigarimizni xohlagan joyda tekshiring, zo'r chiqadi. Yangi jigar toksinlardan tozalaydi, jigar to'qimalarni yangilaydi. Qolaversa, immunitet oshiradi. Men Fandidoxni juda ham yaxshi ko'raman. Sizchi, jigaringizni ehtiyot qilishga tayyormisiz? Fandidox sizga yordam beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Dichkamga chiqsangiz yana ma'lumotlar beraman.